Otabek, 3000 ta yigitlarni o'qitdingiz, to'g'rimi? Albatta. Faqat erkaklarni o'qitirib charchab ketmadingizmi mabodo? Bildim nima haqida gapirib turganingiz. Yaqinda ayollar akademiyasi tashkil qilyapmiz. Keling, shuni e'lon qilib yuboraylik. Endi bizada Otabek Polatovni ayollar akademiyasi ham bor. Go'zallik sohasiga qiziqadigan 100 tadan ortiq opa-singillarimizni bir vaqtning o'zida o'qita olamiz va ular bitirgandan keyin ularni ish bilan ta'minlashga yordam beramiz. Endi Otabek akademiya o'quvchilarimizga qanaqa imkoniyatlar yaratib berasiz? Men erkaklar haqida akademiyani tushuntiraman. Xuddi shu qulaylik ayollar akademiyasida ham mavjud. Akademiya Otabek Polatovda oldindan erkaklarga juda ko'p qulayliklar bo'lgan. Yaqinda yana ham mukammallashtirdik va qo'shimchasiga davlatimiz bilan hamkorlik qildik. Ya'ni bizning sertifikat diplomimizdan tashqari ular ham o'zi sertifikat diplom olishadi davlat tomonidan va bu sertifikat diplom orqali subsidiya olishga va ish joyini ochishga ko'maklashiladi. Ya'ni chet el davlatlariga ishga qonuniy yubora olamiz sartaroshlik sohasiga. Kuni kecha ham Moskva 10 mingta sartarosh so'radi mendan. Endi migratsiya orqali bemalol bera olamiz. Juda vashshe zo'r yangilik-ku. Akademiyada endi bir mahal obed bizning hisobimizdan ayollarga ham, erkaklarga ham qo'shimchasiga yotoqxonani ham topishda yordam beramiz yoki o'zimiz joylashtiramiz. Eng asosiysi kasb bor, yaqinlarda iborat jamoa bor, professional ustozlar bor, tushlik bor, yotoqxona bor, ish bor, chet elga yuborish bor, bepul instrumentlarimiz bor. Demak, siz yo'qsiz. Jamoamizga marhamat. Eng muhim joyini aytmadingiz, Otabek. Endi sizlar O'zbekistonda yashab turib, oyiga 10 million daromad topishingiz mumkin. Go'zallik kasbi orqali, to'g'rimi? Buning uchun nima qilish kerak, Madina? Buni yo'li juda oson. Kommentariyada plus qoldirib ketsangiz, bizning menejerlarimiz siz bilan bog'lanadi. Ayollar bilan alohida, erkaklar bilan alohida bo'lib bog'lanishadi. Marhamat.